qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun naqshiga bo'lgan muhabbatlik tuyg'ularimiz ilkida bu tor munbiri orqali sizlar bilan didorlashganimdan nihoyat xursandman. Bu Altın Naqshlar sahifasining tunji sonida sizlarga tayyorlab kelgan naqsham Yar sana. Bu tekstning ahangini ben 2011 yılı işlegan. Tekstning avtori aniq emas. Bu qitim mushu naqshini atay qo'yishimdagi maqsadmi ko'proq tashviq qilinsa, avtori xabarlansa degan umiddaman. Bu naqsha tekst mazmunidan aytganda er naqshchilar o'rinlashga tegishlik naqsha. Shuning uchun men bu naqshini inim Hasanjonning qurilishiga topshirgan. Bu naqshini inim Hasanjon, Qurbonjon Abduqodir
Yipek Yolu Sadası programmasındaki mening o'quvchim Abdusalom Shavkat bular xalqqa taratdi. Bularga shuning uchun ko'p rahmatimni bildiraman. Tövəndə mən bu naqshadagi puraq hissiyat, ya'ni misralardagi yoki ba'zi so'zlardagi, muhim so'zlardagi puraq hissiyat qandoq tatib chiqariladi, mushu yoqda tahlil qilmoqchiman. Oldi bilan bu naqshining tekstini deklamatsiya qilaman. Yuragimning qaytida gul saqladim yar sana. Gül deganga gül bo'lamdi, guldan chiroyli sen manga. Yog'lig'imning qaytida qan saqladim yar sana. Qan deganga qan bo'lamdi, qandinmi tatli sen manga. Haq yorini maqtisa, men qarayman yar sana. Sumbul chashliq, qalam qoshliq, jondinmi ortiq sen manga. Endi naqshiga kelaylik. Naqshining boshlanishida yuragimning qaytida yuragimning deb boshlanadi. Nima uchun? Odatda biz talaffuz qilgan vaqtimizda yuragim sep ketdi deymiz yoki yuragim chidimidi deymiz yoki. O'shada yuragim degan aytdi tok 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 chiqadi. Shuning uchun melodiyalar shu talaffuz qilayotgandagi vaqtimizdagi so'zning o'zining talaffuz qilinish ohangidan keladi. Endi buni yuragimning qaytida yuragimning degan bu asldagi to'g'ri talaffuzga xato ohang. Hargiz biz yuragim sep ketdi, yuragim qizib ketdi demaymiz-da. O pastdan chiqmaydi, yurak deganda yuragim sep ketdi deymiz. Oy yuragim deymiz. Mushu talaffuz chiqish kerak. Aslida oddiy, faqat biz turmushda qilayotgan har qanday so'zlarimizni aslidagi deyilayotgan talaffuzini o'ylasaqda, bu ohanglarni nihoyatda tez topalaymiz, to'g'risini topalaymiz. Shuning uchun ichimizga bir taniqni evilib yuragimning deb boshlasak, so'zmi tepibli chiqadi. Yuragimning qaytida gul saqladim yarim sana. Gül saqladim. Sana gül saqladim. Mushu hangi gül saqladim yarim sana. Gül deganga gül bulamdi guldan chiroyli sen manga. Guldan chiroyli sen manga. Ashu gül deganga müşahedene gül deganga gül bulam emas. Odatda turmushda gap qilsak gül deganga gül bulamdi. Asli mandaq degandek, Gül deganga gül bulamdi guldan chiroyli sen manga. Guldan chiroyli deganni shu ohang bilan chiqarib o'tish kerak. Qarang shoirning so'zlarining go'zalligini, shuni biz endi melodiyada ifodalab, endi ovozimiz ifodalab, baldoq ko'tarib go'zallashtirishimiz kerak. Guldan chiroyli sen manga. Masalan, sen manga. Buningga puraqni bundoq elish agar ovoz sharoitingizni yorib bermay qolsa, guldan chiroyli sen manga. Mana mushtaqlab olsaq bo'ladi. Sen manga. Bumi tamlik. Yana bu ko'plikda mundaq bir biz diqqat qiladigan bir so'z bor. Yarim sana. Yoyirim deb olmaymiz. Naqshlarda yoyirim deb ilinmaydi. Ko'pincha o'sha yana bir yeni qo'shib oladigan ahvol ko'proq mavjud bo'lib qoldi va yorim deb olamiz. Har qanday vaqtda naqshida. Gul saqladim yorim sana.
Yarım demeyimiz odatda talaffuzda. Talaffuzda yarım, yarga, yarımga, ha? Boşuna dikkat qilsak bo'ldi. İkinci kubetga kelayli. Yolg'imning qiyatida qan saqladim yarim sana. Ayar sana. Ha? Yar sana. Ayar sana. Ani ayrım uyup iliş gerek. Yar sana nın keyniga ulab fikir ketmey. Sana ayar sana bir yerde bir küçük yerim nefes ivağında eşedi. Ayar sana işte. Kan degenge kan bulandı kandın mı tatlık sen bana. Kandın mı tatlık bir yerde tatlık kanның tatlılığı kandın mı tatlık bu hissiyatını mı yana bay çıraylık degендek tatlık değil mi? Aşı nazik hissiyatını veriş gerek. Üçüncü kublit. Hak yarını maqtısa bu qaysi ahanga o'xshaydi? G'ayrib sanam operasidagi sanamning naqshi manga tushgan ta'nilar degan naqshining avjiga o'xshaydi. Atam seni ibatibdi. Mana mush ahang shu. Endi buni men 4-5 minut ichidagi ilhom bilan chiqib ketgan ahangda bu yerda meyariga manga tushgan ta'nilarning avjini akilma degan o'ylami bo'lmagan. Ma keyin aytish jarayonida nima uchun o'xshab qoldi? Bu yerdagi sabab ustozlarimiz shundoq deydi. Qizim, muqomlarni, xalq naqshlarini jiq o'gining. Ijodiyatingizga foydasi bor deb. Sizda qancha ishingizda ahang mo'l bo'lsa, shu ahanglarning kichik go'zal yerlari sizdan chiqayotgan melodiyaga qo'shilib chiqib, ular ko'payib, sizning melodiyangiz o'chaqda shu xalq ahanglarga o'xshash xalqqa kengir tarqildigan ahanga aylandi ekan. Endi uning kayni men qarayman yar sana. Demek oldidagi xaxyarni maqtisa men qarayman yar sana. İkinci misra oldidagi misrani texmi kuchaytib kelgan uchun ahangmi birinchi misra qaraganda yana bir baldaq avjiga ko'tarilib ifodalangan. Men qarayman yar sana. Mishada yar sana urg'a berib o'tish kerak a. Andin sumbul saçlık kalem kaşlık. Endi bu naqshlarda çaç, çeçi degan so'zlar masalan sumbul çaşlık kalem kaşlık she'r o'zida. Endi naqshiga kelganda sochi, sochliq, sochim, sochlari deb buni olamiz. Ahanga söz to'liq keladi. Sumbul saçlık, kalem kaşlık, candan mı artık sen bana, candan mı artık, candan mı artık, bir yerde karam, gülden artık sen bana, andın kandan artık sen bana, üçüncüsü candan mı artık sen bana diye yedi kandak, tekstinin ravacı, avji ivatqanaga o'xshash ahangmi, naqshidagi hissiyotmi tang ulg'ayish kerak. Shuningga bu yerdagi tekst qo'yishmi qanday jondanmi ortiq deganda jon degan birinchi bo'g'imni bir udar oldiga kirib turib, ifodalanyapti. Eng oxiri hamda yuragimning qiyatida gul saqladim yarim sana. Şerki yarim sana bir yerde ayaklaşış ne bildiriş için qanday ifodalash kerak? Yarimni aşı aldıdaki yar haqidagi so'zlardagi
biroq o'xshamaydigan hissiyot bilan ayrim bir uyuq yarim sangani ilishdan burun bir tinib o'tib sangani yarimning quyrug'ini azroq ayirib turib sana tugdi degan ma'nini bildirish. Bundaq ifodalash demak naqshining oyoqlashdi, tugdi deganni bildirdi. Undaq bo'lsa biz bugungi darsimizda yar sana degan naqshini butun tekstning ohangi qo'yilishi, so'zlarning ohangi qo'yilishi jihatlarni mushunchalik o'zimning his qilganlarimni sizlarga tayyorladim. To'g'ri sizlarga manfaat qilganlaridan xush bo'laman. Agar noto'g'ri joylari bo'lsa, ya'ni kam qolgan joylari bo'lsa, sizlarning taklif fikrlarni avatishinglarni umid qilaman. Naqshini qandoq o'rganamiz deganda, oldi bilan deklamatsiya qilib turib, tekstni yodga olamiz. Aning keynidan mush aytgan naqshamni qayta anglab qulog'ingizga singdirishingiz kerak. Qulog'ingiz singib bo'lgandan keyin ondan sizmi agishib, g'ingshib ayting. G'ingshib aytib, boshdan bo'yiga tang aytalaydigan holatga kelgandan keyin ondan naqshini to'xtatib qo'yib turib, o'zingiz aytib beqing. Odatda zoti gap qila oladiganlar ovozimiz bor bo'lsa, naqshini mushu jaryon bilan o'rganib, o'zingiz oilada o'zingiz aytolg'idek do'stlaringiz bilan o'ltirganda aytqingiz kelib qolsa, tekis yoda, ohang yoda jur'atga kelib aytib, ham o'zingizni ham do'stlaringizni xush qila oladigan bo'lsangiz, mana mushu takrorlanib, rivojlanib mangsa, siz o'zingizga ishonch bilan o'zingizni xush qila oladigan kayfiyatni yarata olasiz. Naqshini o'rganib bo'lg'uvchilarga foydalanish uchun oxirida bu naqshining dutor bilan chalingan muzika qismini o'rinlashtirdim. Shuningga agishib, aytib, mashq qilib beqishinglarni umid qilaman.